Assalomu alaykum yurtdoshlar, bizdan kuzatib borayotganlar. Bugun yana bir mebelimizni joylaganmiz. Bu mebelimiz bog'chalar uchun mebel jihozlari. Xo'sh, ko'rib turgan mebellaringizdan biri hamda ajoyib stol stul 6 taligidan tayyorladik. Turbaranaligi hamda MDF doskaligi bo'ldi. Qirrali jo'tlari bo'lmaydi. Bolalarga shikast yetkazilmaydi. Xudo xolasa, kiyim shkaflarimiz 2 tashkali, hozirgi kunda ekonom beradigan hamda joydan kam egallaydigan ishlarimizdan biri. Eng yaxshi har xil ranglardan rasvetka qilib tayyorlandi. Xo'sh, o'qituvchi uchun stol stullari hamda o'yinchoq stolimiz 3 ali fasonda, hozirgi kunda eng trenddagi fasonlardan biri hamda 4 etajli karavotimiz. Bu 4 etajli karavotimiz bu ham joylarni ekonom qilib berishga juda ham zo'r, qulay. Birini foydalarini ko'rsataman. Xo'sh. Bunimiz juda ham yengil kirib chiqishi. Ostki qismlari g'ildirakda roliklari bor hamda ustki qismi rossiyskiy displeylardan qo'yilgan. Bemalol katta odamlarni ham ko'taradi, baquvvat. Sifati juda ham a'lo darajada, xudo xolasa. Foydalanish juda ham oson, yengil kirib chiqishlari. Bunaqa ishlarni albatta bizdan topishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat.